G'iliylikni davosi faqat operatsiyami? Yo'q, aslida bunday emas. G'iliylikni davosi g'iliylik turiga qarab har bir bemor uchun alohida tanlanadi. Aytaylik, akkomodatsionniy kosoglaziya bo'lsa, ya'ni akkomodatsion g'iliylik bo'lsa, bu g'iliylikda bemorlar ochki bilan davolanadi. Ya'ni ularga ochki kerak bo'ladi, ko'zoynaklar kerak bo'ladi. Ko'zoynak taqqanimizda g'iliylik kuzatilmaydi. Ya'ni ko'zoynaklarda bemorlarning ko'zlari to'g'ri turadi, g'iliylanmaydi. Bu bemorlar shu 18-20 yoshgacha aytaylik ochkida yurishadi va ochkida davolanadi. Yana bir g'iliylik turi bor, bu qisman akkomodatsion g'iliylik. Qisman akkomodatsion g'iliylikda ochki taqqanimizda, ko'zoynak taqqanimizda g'iliylik darajasi kamayadi, lekin butunlay yo'q bo'lib ketmaydi. Bunday bemorlarda ham ochki buyuriladi, ko'zoynaklar buyuriladi va har xil apparatlar bilan apparat lecheniyalar yoki vision terapiya metodlari bilan davo choralari qilinadi. Agar bemorda xirurgiyaga ko'rsatma bo'lsa, ya'ni unda holati yomonlashsa yoki bo'lmasa binokulyar zreniyasi, ya'ni miyasini ikkala ko'z bilan baravar ishlay olish qobiliyati buzilsa, unda xirurgiyaviy lecheniya qilinadi. Uchinchi tur g'iliylikda bu neakkomodatsionniy kosoglaziya deyiladi, ya'ni akkomodatsion bo'lmagan, ya'ni ochkiga bo'ysunmaydigan g'iliylik hisoblanadi. Bunday bemorlarning odatda zreniyasi, ko'rish o'tkirligi yaxshi bo'ladi yoki bo'lmasa o'sha ochki taqqanimizda ham demak g'iliylik to'g'rilanmaydi. Bunday bemorlarda xirurgik davo qilinadi, ya'ni ko'zlarida operatsiya o'tkaziladi. Ammo bir narsani unutmaslik kerakki, xirurgik lecheniya qildi degani bu bo'ldi, g'iliylik tuzaldi degani emas. Operatsiya bu lecheniyaning bir etapi hisoblanadi. Ya'ni xirurgik lecheniyadan keyin ham o'sha bemorlarda binokulyar zreniyani tiklaydigan yoki bo'lmasa u bo'lsa uni mustahkamlaydigan apparatlar bilan yoki vision terapiya metodlari yordamida davolashni davom ettirish lozim bo'ladi. Yo'qsa g'iliylikning yana qaytalanish holatlari kuzatilishi mumkin. Ba'zi holatlarda g'iliylikni davolaganda lecheniyaga boshqa tor mutaxassislarni ham jalb qilishimizga to'g'ri keladi. Masalan, nevropatolog, lor yoki endokrinolog konsultatsiyalarini ham olib, ular bilan birgalikda davolashimizga to'g'ri keladi. Chunki g'iliylik har doim ham ko'zga taalluqli bo'lavermaydi, ya'ni bu sistemli bo'lib ham kelishi mumkin. Ba'zi holatlarda g'iliylik boshqa bir kasallikning asorati sifatida yoki bo'lmasa qanaqadir travmalar natijasida yoki bo'lmasa qanaqadir boshqa organlardagi xirurgik operatsiyalar asorati sifatida kelishi ham mumkin. Yaqinda bir bemor keldi. Bemorimiz bir necha oy oldin adenoidektomiya amaliyoti o'tkazgan va adenoidektomiya bilan birgalikda o'sha gaymer bo'shlig'ini sanatsiya qilishgan. Va operatsiyadan keyin bemor ko'zida shish paydo bo'lgan, orbitasida shish paydo bo'lgan va bu shish uzoq muddat saqlanib qolgan. Va shu darajaga yetganki, orbitotomiya qilib, shu ko'zni orqasiga quyilgan qonni tozalab tashlashga to'g'ri kelgan. Operatsiyadan keyin bemorning ko'ziga tepaga va tashqariga qaragan g'iliylik paydo bo'lgan va unda diplopiya paydo bo'lgan, ya'ni predmetlarni ikkita ko'rishni boshlagan bemor. Bemor shu yuqoridagi shikoyatlar bilan, ya'ni ko'zni tashqariga va yuqoriga ketishi va ikkita ko'rish shikoyatlari bilan bizga murojaat qildi. Biz albatta nevropatolog bilan hamkorlikda davolash olib bordik hamda biz tomonidan apparat lecheniya hamda vision terapiya metodlari yordamida muolajalar o'tkazdik va juda yaxshi natijaga, ya'ni xirurgiyasiz, operatsiyalarsiz ko'zni to'g'irlashga va binokulyar zreniyani tiklashga erishdik. Bundan ko'rinib turibdiki, operativ davo g'iliylikda yagona yechim emas. Ya'ni bemorga individual yondashgan holatda davo metodlari qo'llanish kerak bo'ladi. Bizning klinikamizda ham g'iliylikning har qanday turiga ham operativ davo, ham konservativ davo uchun hamma shart-sharoitlar bor. Kimnidir bu muammo bezovta qilayotgan bo'lsa, albatta bizning klinikamizga murojaat qilishingiz mumkin. Biz albatta qo'ldan kelgancha sizlarga yordam beramiz.